Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Bu Nasriyni uchratgan voqea Samarqandda ro'y bergan. Yeminni o'zimizdan Amudaryoda yashaydigan odamimiz bilan birgalikda. Zohid akani ba'zilaringiz tanishingiz ham mumkin. Avtobus bor, Toshkentga odam qatnaydi. Aytishi bo'yicha transport vazirligining xodimlari buni to'xtatib, samosud qilishga tushadi Samarqandda. Videoda ko'rinmagan joylari ham bor. Ko'kraklari qanab yotibdi, kiyimlari yirtilgan, ko'gargan joylari bor, boshidan travma ham, bu bo'yicha больницада yotib, davolanib ham chiqqan. Eng yomoni bir odamlarning nafratini sabab bo'ladigan, odamlarning shu davlat organlariga nisbatan ishonchsizligini sabab bo'ladigan narsa, ular voqea joyida ichki ishlarga telefon bo'ladi, telefon qiladi, uchastko'ga chaqirtiradi. Uchastko'ga kelib, vaziyatga sal-pal barham bergan bu, ulardan tushuntirish xati yozib oladi. Endi bu tushuntirish xatlari ham uchastko'da, buning больницада yotib chiqqan spravkasi ham uchastko'da, hamma dokumentlar uchastko'da, lekin shu kungacha hech qanday jinoiy ish qo'zg'atilmagan. Hech qanday narsa bo'lmagan. Uchastko'ga telefon qilsak, bilganingni qil. Prokuraturaga o'tkazdik, prokuratura o'tkazib berib turibdi, qaytarib turibdi. Pastda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasini belgilab o'taman. Bu videolarni xudo xolasa prokuraturaga chiqaramiz. Ko'ramiz qonunlarning qanday ishlashini, odamlarning huquqlari qanday muhofaza qilinishini. Endi ko'rib asabim o'ynaydi bu voqealarni. Masalan, ertang bu yerda mening odam bo'lib qolsani, mening singlim bo'lib qolsani, mening ukam bo'lib qolsani degan narsa. Sizlar eshitgan bo'laringizlar bu vaziyatda.